asosan hurmat qilasizlar, biz ham bilamiz, lekin ba'zilar ularga nisbatan salbiy fikrni gapiradi. O'sha salbiy fikr gapiradiganlarga ham aytamizki, sen oilangdan bir dona qori chiqara olganmisan? Ular chiqargan qorini meni bilishimcha hozir sanog'i yo'q. Abdulatif qor akani qori emas, o'g'li yo'q. Shu kishilarning mana shu xizmatini o'zi Allohning huzurida umid qilsa bo'ladigan eng katta narsalardan bittasi. Siz harakat qilib ko'ringchi, o'g'lingiz qori bo'larmikin? Endi qori bo'lish shart emas. Abu Bakr radhiyallohu anhu qori bo'lgan desa, bu gap o'yini bu. To'g'ri. Qori bo'lish farzi kifoya, lekin afzal amallardan. 1000 ta odamdan 10 ta qori chiqsa, do'ppini osmonga otasiz. Bu qiyin masala. Qori bo'lib, uni ko'tarib Qur'onni olib yurish, keyingi avlodga Qur'onni yetkazish. Mana shu jabhani to'ldiryapti eng kamida. Endi bu emasda. Butun boshli madrasa tashkil qilishib, butun boshli. U madrasada 10 minglagan talaba yetishtirishgan. Eng og'ir kunlarda Qor aka bilan o'tirib gaplashib o'tiribmiz, Abdulatif qor aka bilan. Aytayaptilarki, eng og'ir kunlarda shayx hazratlari bilan ko'p birga bo'lganmiz. Shu Andijondan 1000 ta odamni olib Toshkentga borardim deyaptilar. Hazrat himoyasiga. Haqiqatda eng birinchi Andijonda bayat bergan kishi Abdulatif qor aka, men bilaman uni. O'sha eng qattiq xizmatlarda jonini fido qilib yorgan g'ayratli odam bo'lganda,